Siz iste'mol qilayotgan suv haqiqatdan ham hujayralarni namlantirib, organizmda ko'proq foydasi tegyaptimi? Ko'pchilik kuniga yetarli miqdorda suv ichaman deb hisoblandi, lekin biroq shunga qaramay charchoq, siqiladi, og'iz qurishi, terini qurishi plus energiya pasayishi. Mana shu holatlar juda ham ko'p hozir ko'ryapti. Bunday holatlarning sababi ba'zan suvni sifati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki mineralda boy bo'lgan faqat suv va ishqoriy bo'lgan suv organizmdagi normal suv muzofasini saqlashga yordam beradi. Yetarli miqdorda sifatli suv iste'mol qilish o'zingizni yengil va tetik his etishingizga ko'maklashadi. Agar siz ham suv haqida ko'proq ma'lumot olishni iste'mol qilsangiz, agar kommentariyada suv deb yozib qo'ying, ko'proq ma'lumotni sizga beraman.